Salom bolalar, sizlar bilan birlikda Minecraft BTV. Bugungi videomizda qanday Minecraftda tez blok qo'yishni o'rganamiz. Uning uchun bizga shunaqa joystick kerak bo'ladi. Buni sakrakan va alohida qilib olasizlar nastroykadan. Keyin biz tepaga ko'tarilib olishimiz kerak bo'ladi. Keyin mana shu blok qo'yib faqat bu blok tepa qo'yishimiz kerak va shu mana joystickni bosib turishimiz kerak bo'ladi va ketdi mana. Sakraslar ham tezlashadi mana. Keyin bog'i ham bor hozir. 4 ta vaqa qo'yib olamiz. Mana tez bosib turaverasizlar. Короче, shunday bo'ladida videomiz mana. Shunday bo'ladida. Buni vallahi esdan chiqmasin. Va qaranglar. Bunday qilmasdan shuni tez qo'yasizlar. Sizlar Bedwars o'ynayotganlaringda serverlarda bular juda asqotam. Bunday qilib o'tirmasdan bitta orqaga ko'tarasiz, bitta qilib mashinaga ketaverasizlar. Xato qilmagunlaringcha mana ketaverasizlar. Agar to'xtab qolsalar bitta qilib yana bosib turib bitta mana shuna ketaverasizlar. Obuna vallahi esdan chiqmasin. Sizlar bilan birlikda BTV bo'ldi.